Bu inson Iroq diktatori Saddam Husayn. U Iroqni 1979-yildan 2003-yilgacha boshqargan. Xo'sh, 2003-yilda nima bo'ldi? Buyuk Britaniya bilan AQSh qo'shinlari tomonidan Saddam Husayn ag'darildi. Xalqaro tinchlikni ta'minlovchi tashkilotlar va demokratiya rivojlangan davrda bu qanday amalga oshirildi? AQSh Iroqqa bostirib kirishni asosiy 3 ta propaganda bilan asoslashga urindi. Iroqda ommaviy qirg'in qurollari borligi, keyinchalik bu narsa isbotlanmagan. Saddamni xalqaro terrorchi tashkilotlar bilan aloqa bog'lash, jumladan Al-Qoida bilan bu ham isbotlanmagan. Iroqni diktaturadan ozod qilib, demokratiya olib kirish. 2005-yilning 19-oktyabr kuni Saddam Husaynning ustidan sud jarayoni boshlandi va uning uchun ataylab mamlakatda bekor qilingan o'lim jazosi qayta tiklandi. Sud uni o'limga hukm qiladi. Hukm ijrosi 2006-yilning 30-dekabr kuni Qurbon hayitiga bir necha soatlar qolganda amalga oshiriladi. 2023-yil Gallup International xalqaro tashkiloti tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, so'rovnomada ishtirok etganlarning 60% AQShning Iroqqa bostirib kirgandan keyingi 20 yil vaqt mobaynida aholining yashash darajasi yomonlashganini tasdiqlashdi. Hattoki AQShning sobiq prezidenti Barak Obama ham AQShning Iroqqa bostirib kirishi xato ekanligini tan oldi. Mana shunday ziddiyatli vaziyatlarda Saddamning qarorlari qanchalik darajada to'g'ri edi? Izohlarda yozib qoldiring.